ko'rayotganinglar Güzel Hayat programmasi. Çangı guruhi mashinsozlik, uy mulk, qurilish binokorlik, oliy mehmonsaroy ichish, sayohat rayoni ichish, yemak-ichmak ishlab chiqarish qatorliq 5 cho'ng tur bo'yicha taraqqiy qilgan guruh bo'lib, Güzel Hayat programmasi orqali salomini yo'lladi. Çangı guruhi mahirlarga omad tilaydi. Hürmetli televizor köygüsü dostlar, yaxşımsızlar. Ben Şemsiye Abeydullah. Ko'rayotganinglar Şinjan Jakar Madaniyat tarqitish cheksiz şirkati ishlagan Şinjan Changzhou guruhi xos nomini ustiga olgan Şinjan Shulobao shirkati alohida talab qilgan E'tibor Tor savdo shaharchisi alohida qo'llagan Şinjan Bug'da guruhi bilan Şinjan Arqovul yemak-ichmak zavodi alohida tavsiya qilgan Güzel Hayat programmasi. Ko'pchilikning g'imi albatta boshlamchining mas'uliyati. Shu yuksak mas'uliyatning turtkisida o'zimga qattiq talab qo'yaman. Gayning u bizning orzuyimiz. Gayning u bizning mas'uliyatimiz. Sap oshliq va organik mahsulotlarning javhirini o'zimizning irodamiz bilan yug'urgan Gayning markasidagi kollejligi kollagenlik peptidi yuqori fan texnika bilan ishkir o'lkalardagi nopozliq ishlab chiqarish sexlarida borliq kelgan. Hamda Changzhou guruhidagilarning yuksak tirishchanlik asosida vujudga chiqqan kozur mahsulotimiz bo'lib, mamlakatimizdagi iste'molchilarning qo'liga yetib berishgacha va vakolatchilarning ishonchisiga erishgicha bo'lgan tirishchanligimizning mahsuli bo'ldi. Gayning u tush emas. Sağlamlıkı intilgüçilerge kılgan en yaxşı soğumuzdur. Gayning kalıcılığı kollagenlik peptidi. En yaxshi kishilaringizga nima bersangiz arziydi. Damlash oson, ham qulaylik, hammaga bop. Baysuy muskul peptid. Qadrdonlaringiz baysuy bilan ruhlansin. Chunki ularning ustida qarzingiz bor. Oilangizdagilar uni yenidan ayirmasin, chunki uningda mehr bor. Men uchun muhim bo'lgan har bir aylanning xushalligini men tanlagan baysuy muskul peptiddan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizga tavsiyam baysuy muskul peptid. Bizning bir maxfiyatligimiz bor, ruhimizda, harakatimizda, bizga doim hamroh bo'lgan, xushalligimizga asos solgan. Ota-onalaringizning siz uchun tatgan jafolarga, shundaqla ularning xushalligiga atig'udek va arzigudek bo'lish uchun Gayning kaloriylik kollagenlik peptidini doimlik sovg'at qilib sizlarga tayyorladik. Ularning ruhi ustun bo'lsin, hamda uni o'ziga hamroh qilsin. Harakati chaqqan bo'lsin. Har doim yenidan ayirmasin. Bu maxfiyatli Gayning kaloriylik kollagenlik peptid. Gayning Markalık mahsulotlarni e'tibor baho setib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda bexatar eglik qilmoqchi bo'lsangiz, Şinjan Savdomal to'rimizga kiring. Atrofingizdagi yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supsiga kiring. E'tibor baho mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supsiga kiring. Hazır organ salonimizni qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bo'loqqa erish fursatingiz bor. Ushbu appchaqda siz har kuni qadam soningizni qizil bo'loq va so'g'atlar almashtira olasiz. Har kuni 5 qatim avtomatik qizil bo'loq ala olasiz. Unda boshqa hozir Tor TV sen saloni orqali kirsangiz 1111 yuan qizil bo'loqqa erish fursatingiz bor. Ushbu appchaqda sizning bosgan har bir qadam izingizning qiymati bor. Natija qozonish pek muhim, ammo kayfiyat undan muhim. Yaxshi bir yetakchi oldi bilan o'zini qadrlash kerak. Gayning kaloriylik kollagenlik peptidi meni go'zal natijaga qaratdi. Shuning bilan birga meni ishonchga boshildi. Men o'zim tanlagan yo'lda yetakchiman. Eng yaxshi kayfiyat bilan natijaga erishiman. Menga agashgan har bir yurakka mas'ul bo'laman. Men va'damga amal qilaman. Chunki tunji qadamim Gayning bilan boshlandi. Gayning kaloriylik kollagenlik peptidi. Qadrli ko'rman do'stlar, undaqda oldi bilan programmamizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarni tanishtirib o'taman. Şinjan Changzhou guruhining lideri Mehmet Tursunov. Şinjan Shulobao shirkatining obraz vakili Nurmuhammad muallim. Şinjan İdeya Karxana boshqarish shirkatining oliy maslahatchisi Sidiqjon To'xti muallim qatralmiz. Şinjan Sanat Yurti Naqsh Usul Umkining yosh naqshchisi Gao Ang.
E'tibor Tor Soda shaharchisining qurg'uvchisi Asqat Şinjan Buğda guruhining lideri Muzaffar Osmanov. Onaqda Güzel Hayat programımızın bugünkü sanığa qandaq mehmon keldi. Biz birlikte ekran orqali uning bilan tanishib chiqaylik. Ekrandagi qadrli ko'rmalar, ko'rayotganinglar Jakar madaniyat tarqitish cheksiz shirkati ishlagan Xinjiang Changzhou guruhi xos nomini olgan Güzel Hayat programmasi. Men maydon sirtidagi riyosatchi do'stimlar Almira Farhat. Programmamızın təşviqatını ko'rgan nurg'un do'stlarimiz bilishi mumkin. Programmamizni suratga ilishdan avval jamiyatimizdan arzusi bor bo'lgan shundoqlam hayotining har bir minutlarini sarxil turmushlarga to'ldirishni xohlaydigan do'stlarimizni tizimlashga boshlagan edik. Shuna qilib, har millat, har kasb, har sohadan bo'lib nurg'unlagan do'stlarimiz bizning programmamizga tizimlatdi. Ana shularning ichidan eng muvofiq deb qaragan 300 nafar mohirni tanlab chiqqandan keyin, albatta Güzel Hayat programmamizning xos nomini olgan Changzhou guruhining bosh lideri Mehmet Tursun har qaytamliq sonda faqat bir mohirni bizga tanlab berdi. Demak, bizning programmamizga qatnashmoqchi bo'lgan mohirlarimiz mana shunda qatma-qat o'tganlardan o'tib tanlanib keladi. Albatta, shu mohirlarimiz mishaki naq maydonga kelib, o'zining raqobat o'tganlarini chek tortish orqali belgilaydi. Chekni tortib bo'lgandan keyin temadan yeni bilishga va yoki qaytadan tanlashga bo'lmaydi. Shuning uchun bizning programmamizga o'zining orzusi uchun qatnashmoqchi bo'lgan har bir mohirlarning yaxshi o'ylanib, puxta tayyorliklar bilan kelishini chin dilimizdan umid qilamiz. Meni birga hech kimga var qilmasin ha? Ma'qul bo'ladi dedi. Lider Güzel Hayat programmasining mayr talash ko'rsiz kepti. Qanday qilsiz? Bugun keptimi? Kirsin ha? Kirim. Yaxshimi lider? Yaxshimi? Yaxshimi. Voy bu ishxonanglarni boshqa qavatga ko'chirib chiqibsizlar. Muborak bo'lsin, ma ishxon bek chiroyliqga. Bo'p qo'ydi ish qilib. Unda biz bugun yana mayr talab beramsiz. Ma'qul bo'ldi. Bo'ldi. Ishtimda. Muborak bo'lsin 238-nomerlik mayr. 238-nomerlik mayr. Shoyardan kelgan 23 yoshlik Muxtar degan bolaga. Shoyardan ketdimi? Shoyardan. Xizmat qilgan bolasiz, janubdan ekan. Janub tarafdami bu ishkir o'rgiladimi kelgan mayirlarimiz xayrichiq. Hozircha hali bormi? 2 mingdan oshdimi? Ochdi. Xeyri qizyotdi programmamizchi qo'yilganning yoqimi, ko'rinmalarning mubosibak yaxshi. Muhtojjonga yana o'xshashlar Changzhou guruhi nomidan Güzel Hayat programmasida omad utuqlarning yer bo'lishini chin ko'ngildan tilaymiz. Rahmat. O'zim programmamizda tanlangan mohirimiz kimdi? Qani, sahnimizga taklif qilamiz. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Ismim Muxtar. Muxtar. Qancha yosh kirdingiz? Bu yil 23 yoshga. 23 yosh kirdingiz. Unda bo'lsa Muxtar tunchi qatam ishda programmalarga qatnashdingizmi yoki? Bu tunchi qatam da. Tunchi qatam da. Shuningga sal jiddiylashibsiz. Yaxshi chiqsa yo'q Muxtar, endi tunchi qatam bo'lg'achqa bizmi to'g'ri tushunmas, lekin amal bor. Jiddiylashmang, o'zingizni erkin qo'yiting, o'zingizni adis bilan muhdashqanday muhdasingiz bo'laverdi-ku. Xo'sh, Muxtar, eng avval programmamizga qatnashganligingiz qizg'in qarshi olamiz. Shunchilgan, nechizilgan odamlarning ichida tanlanib chiqibsiz. Balkim o'zingizga kuchli bir go'zal orzu armonlaringiz bo'lishi mumkin. Ba, o'zim tushloq hamda. Xo'sh, unda bo'lsa shu orzuyingizga yetishdan avval meniki miyada bir shirk o'tkilim bor. O'tkilimni o'tayotgandan keyin andan bora olasiz. O'tkilimni o'tamisiz, bora olmaysiz, qarang. Uni qanday qilsiz deganda albatta shu to'plardan siz bir xoliqan birini olasiz. Shuni qancha nomer bo'lsa, mana bu cho'ng ekran qarasak, shu nomerdan bir tema chiqadi. Shu tema sizniki bugungi qilmoqchi bo'lgan raqobatingiz bo'ladi. Shu o'tgan o'tmadi. Shuni qilib o'tsiz, qilamiz, o'tamaysiz degan gap. Bulamdi. Balkim siz odatda turmushingizda qat'iy qilib boqmagan ma'lum bir ishlar bo'lib qolishi mumkin. İradınız bormi? Ba, sinab boqay. Xo'sh, shunday bo'lsa, 3 ni sanayman, Muxtar. O'shani istirib, qolgan bir to'pni apasingiz bilan bo'ladi. 3, 2, 1. 6-nomer ekan. 6-nomerni nima bo'lsa, cho'ng ekranda ko'rib boqaylik, ha? 6-nomerdagi tema bo'lsa, davlat tilidagi she'rni deklamatsiya qilish deydi. O'zim program guruhimizga bir bo'lsa bak oson chiqar ekan, bir bo'lsa noyat bir qiyin temalar chiqib qoladi ekan. Davlat tilidagi she'rni deklamatsiya qilib siz o'tir ekansiz. Davlat tili men uchun sal tasarruf, men davlat she'rini sal tevarroq. Ha, o'shdan diye. Men qat'iy hujjatni o'ylashmabman, sotdi ya. Hech qisi yo'q.
Lekin o mayli davlat tilidagi she'rlar bo'lsin yoki boshqa maqol tamsillar bo'lsin, yodlab o'rgansakla o'rganalaymiz go. O'rganalaymi, ishonchim bor endi. Ishonchim bor. Lekin yana bir yerlardan asarot etmoqchiman. Yana bir yerlardan shu otdan asarot etmoqchiman. Ya, sizga nisbatan sal qiyinlik nuqtasi yuqori ekanda. Ishtabaroq. Qanaqa qilsiz? Agar qilmayman desangiz, o'rningizga boshqa odamni akasak qilaverdim muqta. Bunchalik ishdan kechikmanda o'zimni baskasam bo'lmas. To'g'ri. Kechiq papay. Bo'lamda. Bo'ldi. Qilasiz-a? Sağ qilib qolsam tilam yordam qilasizlar? Yo'q. Bizning programmamizning qoidasi bo'yicha men va bizningki xizmat guruhimizdagi hech qanday xizmatchilar sizga yordam qilsa bo'lmaydi, lekin shu she'r deklamatsiya qilish jarayonidagi har bir ish izlaringizni suratga ilib, biz siz bilan ham nafasda bir satosh bo'lib mingish beramiz, xolos. Cho'qim tirishma. Yetishkim ishonchim bor. Unda bo'lsa, bugünkü bu son programmamizda tanlangan mayirimiz Muxtar o'ziniki mushu she'r deklamatsiya qilish vazifasidan o'tamamdi birlik berib baqaymiz. Hozir kayfiyatingizni bir so'rab baqayman. Jiddiylashyapsiz? Ha, jiddiylashyapman. Qandoqroq jiddiylashyapsiz? Tamtirab. Siz cho'qim o'qta o'ylaysiz, ha? Niye kirib o'tlab qo'yganki, acha chiqdim desangiz o'nimayman. Tirishima. Tirishsiz unasa, kangashsiz. Bizning chiroqlar, operatorlar, bir mo'ja odamlar sizga qarab turadi. Jiddiylashyapsiz? Jiddiylashyapman albatta. Akir oyoqda biz mishada o'tirib turaylik, ha. Nima qilaylik? Lekin hozirda qarab olsak, bu yerda bizning boshqa yana aytishga do'stimiz o'tiribdi. Nimdayman, yo'q deysiz? Uni bilmayman. Bilib oldim. Yo'q, men bosam bo'lmaydi. Baramsiz? Ber baqay. Nima qilsangiz bilmayapman o'zi. Nima qilsangiz? Bilmaysiz. 就是的。你好，你好。啊，您好。您帮我吗？帮您什么呀？你这样。你先坐吧。你先坐。你叫什么名字？漠河大江。漠河塔江。那我也怎么说？你问呢？那我叫谢家豪。芳芳。对，叫芳芳就可以。对，好朋友都来芳芳。这样吧，我们要不从教他汉语的4个声调开始，好吧？好。这样，我跟你说啊，汉语言呢，它有4个声调。4个声调。对，4个声调，分别是1声、2声、3声，还有4声。我来试一试。我中国。这个中是1声，不是中国。中国。好。哦，对，别忘了下载国语助手，特别好用。国语助手。好，慢走，好，拜拜。saqlab turdan bo'ldim. Saqlab turdim. O'shada. Qana vaqtda? Buni telefondan so'rab qolaman. Telefonni menga aka. 手机。好，加个联系方式。好的，我明天见。路上小心。拜拜。拜拜。روحي بابايك شوفي توصلت خير وي Bugün qanaqaroq o'rganmaysiz? Bugun yaxshi o'ynab ahoni nimani to'g'ri deyishni cho'qib uchuq jonliq ovozingiz iliq bo'lsin-a. Haodat degan shuna chiroyli gaplar qildi. Jayo. 怎么今儿来晚了呀？那今天咱们来学这个，正好我看一会儿，你吃一会儿啊。好，赶紧先喝两口水。好，谢谢。啊，没事。虔诚。好，这里念灿，思安灿，灿烂。灿烂。不是散啊，你看。你就先走吧。好，拜拜，明天见。好的。Yaxshimi? Lekin voy qasam qilaver. Oxingiz hali yaxshi chiqdi. Tirishmadim. Nega yaxshilik eshitmadingizmi? Endi kecha-kecha yotlamizmi? Kecha-kecha yana. Ha,
Ertegen görüşən bolğanlarmı? Ertesi saat 9'da. Abi siz bugün keçdi texim yaxşı pişiqlab al üdətə yerini yaxşı yatlanjımı? Yok.哥们一条河没一个，我以为人类有。محکم دیدین
Mana dastlabki vaqtlaringizga qaraganda hozir shunchalik qo'rqmay dadillik bilan paranglish oladigan, mush oladigan, hisobda o'ylay o'qib oladigan bo'ldingizmi-ku? Qanadan bizim shunday qo'shib, o'zingizmi qo'shib bo'layotgansiz? O'zim qo'shib oldim. Endi men yerda sizlar va to'plar bor bo'lganligi sal qo'nib qolganman. Mana chukun o'zaro bizim kunda birga bo'lgan keyin, andan keyin do'stlarimiz bilan kunda paranglashib turgan keyin siz ro'z shunchaki yaxshi ichildingiz. Davomliqmi ishda buling. Bulamda endi menga deklamatsiya qilib berdigan o'sha she'rlaringizning shunchalik o'ngishli bo'lishini umid qilaman. Menga shunchalik to'g'ri talaffuzda yaxshi bir deklamatsiya qilib, meni oldimdan o'tgandan keyin endi bizning go'zal hayot sahnamizga bora olasiz. Endi orzuyingizni amalga oshira olasiz. Bulamdu. Bo'ldi, rahmat. Mana bu bugun kecha texim yaxshi yotlab, jalliq bo'lib, adriki meni o'tkilimdan o'tmasangiz, japaringiz nolga tang bo'lib ketadi. Ma'qulmi? Ma'qul, tirishaman. Tirishing, a? Chir. 给每一条河，每一座山，取一个温暖的名字。陌生人，我已为你祝福。给每一条河，每一座山，取一个温暖的名字。陌生人，我已为你祝福。愿你有一个灿烂的前景，愿你有情人终成眷属，愿你在今生活得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。Yodib qoldim, bolam. Yaxshi gulibsiz, nima bo'lsa. O'zingiz qili Xo'sh oldingizmi? O'zim xili xo'sh oldim. Dastlabda qulingizga shu she'rni olgandan keyin qilib jiddiylashingizni o'tdan bilaman emasmi? Hozir xili yaxshi ishirigidan xili yaxshi yetildingiz. Qisqasi men o'zim shuncha xo'sh bo'ldim. Mayli hamda sizniki she'rdagi deklamatsiya qilgan ahang bo'lmagan taqdirda yoki ba'zi gap so'zlarniki yengil xato bo'lsin-mu, lekin yana tirishchanligingiz ostida xili mukammal pishiq yatlab beraldingiz. Men shu tarafdan xo'sh bo'ldim. Men xo'sh, sizlar yordam qildinglar. Nurg'un do'stlar bilan tanishdim. To'g'ri. O'zim tirishdiman. Tirishdim, lekin bu yana to'liq emas-ku. Lekin uyga borgandan keyin texnik yaxshi pishiqlab yatlang. Hamda siz o'tdingizmi, o'tmadingizmi, men hozir buni demayman. Shuni men rejissyorlar guruhiga kelib parangiz baqay. 1 minut o'tirib turing. Ma'qulmi? Muxtar. Xo'sh xabar. Sizni o'tdi deydim. Xo'sh bo'ldingizmi? Xo'sh bo'ldim. Yog'an siz xo'sh bo'lmagan joy emas faqatlam. Lekin hamda sizniki abay deganda sizning shu she'r deklamatsiya qilgan vaqtda ohangiz to'g'ri chiqmagan taqdirda aniki hindi yo'llari toza joyida bo'lmagan taqdirda yana sizning shu kunlik jarayondagi tirishchaligingiz aniki shu do'stlaringizni uylangandan keyingi shu tirishchaligingizni ham siz ko'zda tutgan asosda sizni o'tdiyilab jakarlabdi. Shuningga endi siz uyga qaytgandan keyin Shamsiyadamizniki sahnasi Shamsiyadamning qishiga borgandan keyin yaxshi jonliq qilish uchun texnik mashq qiling. Bulamdu. Hozir menga yatlab bergandim bu necha hassa yaxshi yatlatmisiz bo'lmaydi. Ma'qulmi? Tirishing, a? O'zingiz ishonchingiz bordu? Orzuyingizni amalga oshirish uchun texnik yaxshi tirishingdan eng oxir bir qadamni qoldi. Bulamda? Bu yigitning davlat tili o'rganish, davlat tilidagi bir she'rni yodlash o'tganidan muvaffaqiyatlik o'tganligini tabriklaymiz. Amaliyotda bir tilni o'rganish undaq oson ish emas. Bir necha kunda o'rganib bo'lg'ili bo'lmaydi. Biroq tirishsa ilgirlashni ko'rgili bo'ladi. Biz bu yigitniki ilgirlashni ko'rdik. Uning bir asarni yodlab chiqqanligidan o'ziga bo'lgan ishonchni ko'rdik. Demak, agar tirishsam men yana texmi ilgirlay oladiganman degan bir ishonchni ko'ra oldik-da. Sizlar qanday hissiyatga keldinglar? Muxtar Guruhi. Ben de bu baladan endi o'zing kasbga saltirashgan emasmi? Andan buningga boshqa kasbni bergan taqdirdami, endi bu endi o'zining kasbi emas, bu tilda bu qiynalgani bilan shu kasbni har qanday kasbni 100% voyaga yetkazib qilmaydi. Shunda bo'lsa-mu bu bala o'zining eng cho'ng tirishchiligini ko'rsatib, bu 7 kun ichida shunchalik endi natijani o'zi qo'lga keltirganligi uchun endi xush bo'ldim. Endi yana bir gap, bu balaga har qanday ishni topshirsa astoydillik bilan qildi-ki. Astoydilligiga qoyil bo'ldim. Aslida vaqt chiqib turganda kechilarni yodlayotganini ko'rib dedingiz aqcha. Butun vujudi bilan tirishibdi. Haqiqatan. Nurmat ma'lum.
muhtar inimizning mush videosini ko'rish orqali hamda muhtarning mush davlat tili o'rganishga bo'lgan qizg'inligini men ko'rib chiqdim. Bu til o'rganishning eng negizlik narsa nima bo'lsa qizg'inlik. Hargiz ixtidor emas, yana bir narsa emas, qizg'inlik. Ma qizg'inlik bo'lmasa hargiz o'rganib chiqolmaydi. Demak, men bir necha kun ichida shu bir necha qurib olsam, qarasam 5-6 qurib davlat tili jumlaligi shu yodlab chiqalabdi. Bu oldi bilan ilgari tuzuk asosim bo'lmagan odam nisbatan intayin tez. Chunki davlat tili dunyo bo'yicha eng qiyin bo'lgan tillarning birisi. Eng qiyin bo'lgani. Demak, bizning davlatimizning davlat tili. Endi bir til o'rganishda bayatı nurg'u usullarni xato qildi. Ma programmani tatishdim, meniz degan bo'lsa, bir kunda men chiqarib yodlatib chiqarib bo'ldim. Tamam. Masalan qanday deysiz? Masalan, til o'rganishda hargizmi biz sanskritni qo'llashmaymiz. Manch so'z bildi, 10 ming so'z bildi, 20 ming so'z bildi deb. O so'zni bilganlik hech narsa emas. Til o'rganganda biz qo'llashadigan narsa nima bo'lsa, hargiz sanskrit emas. Shu til sezimi. Bu davlat tilida biz yugan deymiz, til sezimi. Til sezimi degan nima bo'lsa, vujudimizdan chiqadigan bir o'zimiz ifodalamoqchi bo'lgan narsani hech qanday narsani to'sqinliksiz ifodalab chiqara oladigan bir iqtidor. Masalan, 3 yoshlik bola qanchalik so'z bildi, hech qanday narsani nima qilmay biyos ichib chiqarib beradi. O'zi biladigan cheklik so'zlardan foydalanib maqsadni bildira oladi. Yugan. Til sezimi shu. Ba'zi davlat tilini vashildab so'zlab ketamiz, ba'zi kekeshab o'tiramiz bizmi. Demak, til sezimida biz ashnasini qo'llashimiz, hargiz sanskrit qo'llashmaymiz. Til o'rganganda shov, chushido, az ko'pga barobar deydigan narsa bor. Shu o'xshash narsani takrorlayveramiz. Biz shu bir kitobni o'rganib bo'ldik deb betni o'raymiz. Betni o'rgan vaqtimiz dal xatolik o'tkazayotgan vaqtimiz. Eng negizlik nuqta nima bo'lsa, til o'rganishda yuqori ovoz bilan, yuqori ovoz bilan tez suratda qancha aniq bo'lsa, shuncha yaxshi. Men 3-to'rtinchimi yuqori ovozda tez suratda qancha aniq bo'lsa, shuncha yaxshi. Masalan, 我正在喝茶 qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Mana mushg'ulot tugansa, baklam tuzguni oladi. Yaxshi gaplarni deb berdingiz, rahmat. Rahmat. Unda siz taklif qilib baqamdiq inimizni. Xo'sh, undaqda bugungi go'zal hayot sahnimizga qadam tashlab qilgan mehmonni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Bizning bir maxfiyatligimiz bor, ruhimizda, harakatimizda, bizga doim hamroh bo'lgan, xushalligimizga asos solgan. Ota-onalaringizning siz uchun tatgan jafolarga, shundaqla ularning xushalligiga atig'udek va arzigudek bo'lish uchun gayning qaliligi, qo'llagilik peptidini doimlik sovg'at qilib sizlarga tayyorladik. Ularning ruhi ustun bo'lsin, hamda uni o'ziga hamroh qilsin. Harakati chaqqan bo'lsa, har doim yenidan ayirmasin. Bu maxfiyatli gayning qaliligi, qo'llagilik peptid. Gayni eng yaxshi kishilaringizga nima bersangiz arziydi. Damlash oson, ham qulaylik, hammaga bop. Beysuy muskul peptid. Qadrdonlaringiz beysuy bilan ruhlatsin. Chunki ularning ustida qarzingiz bor. Oilangizdagilar uni yenidan ayirmasin, chunki uningda mehr bor. Men uchun muhim bo'lgan har bir aylanning xushalligini men tanlagan beysuy muskul peptiddan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizga tavsiyam beysuy muskul peptid. Barliq to'r savdosi qilayotgan va amaliy do'kon xo'jayinlariga xush xabar. Rayonimizdagi eng kasblashgan to'r savdo supisi E'tibor to'r savdo shaharchimiz tarmog'idagi E'tibor turmush supisida to'r do'koningizni olsangiz, amaliy do'koningiz yoki undilaringizni 3 milliondan ortiq abonentlarga haqsiz tashviq qilib, savdo sumangizni zo'r darajada yuqori ko'tara olasiz. Xaridorlaringiz har qaytamliq iste'molida supimizning qizil bo'liqi va so'g'atligiga erisha oladi. Sizmi darhol to'r do'koningizni ochib, savdongizni gullantiring. Natija qozonish bek muhim, ammo kayfiyat undan muhim. Yaxshi bir yetakchi oldi bilan o'zini qadrlash kerak. Gayning qaliligi, qo'llagilik peptidi meni go'zal natijaga qaratdi. Shuning bilan birga meni ishonchga boshildi. Men o'zim tanlagan yo'lda yetakchiman. Eng yaxshi kayfiyat bilan natijaga erishiman. Menga agashgan har bir yurakka mas'ul bo'laman. Men va'damga amal qilaman. Chunki tunji qadamim gayning bilan boshlandi. Gayning qaliligi, qo'llagilik peptidi. Ko'pchilikning g'imi albatta boshlamchining mas'uliyati. Shu yuksak mas'uliyatning turtkisida o'zimga qattiq talab qo'yaman. Gayning u bizning orzuyimiz. Gayning u bizning mas'uliyatimiz.
sap açlıq və organik məhsulotlarının cəvhirini, özümüzдің iradımız bilan yoğurğan Geyning markasidagi kollejligi kollagenlik peptidi, yuqori fan texniki bilan ishkir o'lkalardagi nopozliq ishlab chiqarish sexlarida barliq kelgan. Hamda Changzhou guruhidagilarning yuksak tirishchanlik asosida vujudga chiqqan kozur mahsulotimiz bo'lib, mamlakatimizdagi iste'molchilarning qo'liga yetib berishgacha va vakolatchilarning ishonchisiga erishkicha bo'lgan tirishchanligimizning mahsuli bo'ldi. Geyning uch emas. Sağlamlıqqa intilgüçilərə qılğan ən yaxşı sovğamızdır. Geyning kalıcılığı kollagenlik peptidi. Güzel hayat. Yaxşımıdır. Hoş geldiniz, karşılayalımız. Rahmet. Xeyli qiynaldınız da? Xeyli qiynaldım. Sal jiddiyleşiyordum onun üstüne. Jiddiyleşiyordum da. Bir yerga kirib saqlab o'tirib, Xanzu millatidan bo'lgan do'stlarni tepib, ulardan o'rganish usulini kim o'rgatib qo'ydi sizga o'zingiz o'yladingizmi? Shunaqa qilsam tez o'rganamamkida? Yo'q. Film ko'rib sizlar menga tavsiya qilgan. Shunaqa qilsam tez o'rgansan. Tavsiya qildi. Dastlab vazifani topshirib olgan vaqtingizda Sen enzirgen hem de öyle kanda kılalamam mı hem de ben bulup bunun telefonum bek doğru emas şu hem de telefon yatı kıyınıp kılamam mı yani oylayıp hem de tırışpa kayım dedim. Siz qayerden geldiniz? Ben Aksu Şayad Nays'tan geldim. Aksu Şayad'ın. Hazır Ürümçi'de sattıraş kesbi bilen şoğulunuz. Evet, şu dükkan işleyim, satışkan işleyim yani. Kesipte bek yaxşı gelikin. Sattıraş kesbi bek yaxşı. Bu hüner ügünüp dikensizde? Hüner 2014'ten başlayıp öğrenip şu Ürümçi'de işlep yürüp başına. 2014'ten başlayıp 7 yıl vaqt oldu. Siz de hem de 23 yaşka. 23 yaşka girdiniz. 10 neçə yaş vaqtınızdır? 16 yaş çağımda öğrenişim. 16 yaş vaqtdan başlayıp öğrengen. Onda sizin arzuyunuz neymi deyip bizim programı tizim düştü ki? Benim arzuyum, beşma çoğun arzum emas hem de özümün başka arzularını hem özüm qıt ket alayman, lekin hem de bana oxşaş bu cemiyetdeki o'qishdan to'xtab olgan, hem de hozir o'qiyotgan, hem o'qishdan chekinish oldi turayotgan bolalar yo'q emas, bani shularga mendan ibrat olib qolgan, hem de cemiyet chiqqandan keyin o'qigan bilan o'qimaganning shu farqini cho'ngligini hem de cemiyet chiqqandan cemiyetlardan shalinib ketganligini shularga hem de mendan ibrat bo'lgan deb shu bu sene chiqdim hem de. Mushkapni degil keldingizmi? Mushkapni hem de. Zaten o'qiyapman, oila iqtisodiy qiyinchilik bo'lib qoldimi yoki og'rib qoldingizmi? Nima sababdan chiq o'qiyolmay qoldingiz ukam? Oila ishlam bor, ham o'zimning u chog'larga ham de shu o'zim o'qishdan qashqa yerim bor. Dadamdan opam o'qu degan ham de shundoq bo'lsa men shu maktabni qashqa yerlarim bor shu. Shunga mustaknar qilib dadamdan opamdan kechirim so'ragan, kechirim so'rashni o'ylab ham shu men manga o'qimagan, shu o'qiyotgan bolalarga shu shular nima qilsin deb beshtoq. Bo'lsa chiqishim, ibrat bo'lsa chiqishim. Ayni vaqtda ota-onam o'qu desa, o'qishdan kechib o'qimabdi ekanman. Ota-onamdan shu sababdan kechirim so'rayman dedi uning ustiga. Ayni vaqtda ota-onangiz o'qu desa, o'qishdan qochgan, o'qimagan vaqtingizda siz o'qimisi bo'lmaydiganligini bilmaydingizda. Endi shunga qaraganda hozirgi mushu yillarda siz buni his qilsiz. His qildimmi? His qilyapman. Shunga pushaymon qaldingiz shundaqmi? Unda siz yuqori o'rlab o'qimaganligingiz sababidan ziyon tortgan yoki pushaymon qilgan, afsuslangan ishlardan bir necha misol qilib bera olamsiz? Ma'qul. Men yurtda o'rgandim, shahar nayschi, ya'ni o'ynab Urumchiga 2016-yili Urumchiga chiqdim, chiqib 2016-yili bir Urumchida bir tuqqan akamiz bor. Shu akamiz bir do'kon tunishtirdi, o'qishdi. Shu o'qishganda shu yerda yo'ldosh tutam ekan, Hanzo yo'ldosh akamiz ekan. Keyin shu mening Hanzo sababim to'van bo'lganlikdan shu endi u yerda o'rganolmay ekan, shu Urumchida bir Uyg'ur akimizga ishlab ketgan yerlarim bor. Shu o'zimning o'rganishim bor, lekin shu o'rganolmagan endi. O'zingiz yaxshi ko'rgan satrashlik kasbida texmi yuqorilab, texmi cho'nqirlab o'rganay desangiz, davlat tilida qiynalib qilib fursat bo'lmadi. Shu fursatni shu o'zim qo'ldan berib qo'ydim. Muxtar odatdagi
o'qiydigan, o'rganadigan narsalarga o'zini qochirdi ekan-ku. Lekin men qo'l bilan ish qilgan ish bo'lsa yaxshi ko'rdi ekan. Gapli qilmasam, qo'l harakatda ish qilsam deb. Qo'l ishlatmasam deb. Shunga satrashlik o'zininki kasbini shunchalik yaxshi qildi ekan, jiq so'zlamagan ekan edi. Siz hozir maktabda o'zingiz o'ylab o'qimadingiz. Andan keyin o'zingiz o'qimay berib o'rgangan hunardimi yuqori o'rlab o'qish fursatiga erishamayapsiz. Davlat tili bilmaganlik sababdan. To'g'ri. Ma'lumotga o'tgan bu ufqimizning arzusi bilan to'g'ri kelib qoldimi? Yoki men shu yerda men asli ajab oddiy chiqib qoldi deb o'ylaganchu, naq maydonda ajab oddiy chiqib qoldi. Undan so'ng osonligi bir ahonlariga tushiriblar, shuni yo'llarini cho'qim yaxshi tepasi o'tib ketdi deb o'ylasam o'ylamagan edim. Davlat tilidagi saviyasi sal ojizroq. Endi qasddan moslashtirib qo'ygandek o'qibchi hozir. Unda emas lekin to'g'ri kelib qoldi. Undan masalan do'stlaringiz bilan fikr almashtirish jihati bo'lsin, bir masalalarga bo'lgan ko'z qarash, tahlil qilish deymiz, pozitsiya deymiz, mushtarafladimi balki men tarix bo'lishi mumkin. Tarix bo'ladi. O'qigan do'stlarim bor, lekin shularning hamda gap so'z bo'lsin, sharkat bo'lsin, hammasi tarix chiqib turgan hamda. O'zingiz his qilib turibsiz. O'zim his qilaman hamda gap qilmayman hamda ba'zan bir gapdan uqmay qarab turmay, og'ziga qarab, yig'iga qarab. Bak pushaymonsiz-da o'qimaganga. Pushaymon qilaman hamda. Amdiliqi pushaymonni masalan eng cho'ng pushaymon 100 numur deb qalsak, shu o'qimaganligingiz uchun ham pushaymoningiz qancha numurga boradi masalan? 90. 90 ga berib ketamda. Andan keyin mush hozirgi 20 necha yoshlik hayotingizda eng pushaymon qilganingiz o'qimasligim. Sizningki o'zingizning turmushingizdagi amaliy hikoyangiz meningcha o'qish sharoiti shundoq yaxshi turib, tirishib o'qimayotgan, yaxshi o'qish sharoitini qadrlamayotgan bolalarimizga bek yaxshi dars bo'lgudek. Davlatimizda har bir fuqaroning tarbiyalanish huquqi to'liq kapolatga ega qilingan. To'g'ri. Ilg'or ma'rifdan bahralanish huquqi kapolatga ega qilingan. Mana shundoq yaxshi o'rganish sharoiti va ahvol ostida o'rganishdan iborat bu go'zal ishni qadrlayolmaslik haqiqatan ichinarli ish. Uning ustiga Jumhur Xalq Jumhuriyatining bir fuqarosi bo'lish sifatimiz bilan davlat tilini yaxshi o'rganish bizning vazifamiz, majburiyatimiz. Shundoq-ku. Shundoq nuqtadan ham uning ustiga texnik ko'p bilimlardan bahralanish uchun, shundoqmi fikrim? Undan keyin texnik ko'p do'stlar bilan aloqa qilish uchun, yana nurg'un go'zal ishlar uchun davlat o'rtaq tili, davlat tili kerak bo'ladi. O'rganish inson hayotidagi eng muhim ish deb qarayman. To'g'ri. Demak, siz hozir o'rganish irodasiga keldingizmi, fikrim? Keldim, ham o'rganaman, ham tirishib. Ham o'rganganda shunday bo'lsa ham de bundan keyin texnik tirishib o'rganaman, o'rganish tirishman. Qo'llayman deb o'ylayman o'zimni. Tuan do'taga akalaringizning cho'qim sizga deydigan gaplari bor. Anglab boqaylimi? Anglab boqaman. Ben muhtar inimizningki bayatdanqi butun shu jamiyatga bo'lgan chaqiriqqa meni raslam ta'sirlandi dedi. Hammamiz menda ibrat elinglar, hammamiz o'rganaylik deydigan chaqiriqqa. Chunki o'zi bir tirik misollab turibdi-ku. Ham davlatlar haqiqatan muhim. Chunki nurg'ulg'an materiallar oldi bilan davlat tili tarjima qilindi, davlat tilida tadqiq qilib chiqardi. Agar biz davlat tilini bilmasak, biz undan qanday foydalanamiz? Uning ustiga masalan hammamiz bu Jungo puxrosi deb yashayapmiz. Jungo puxrosi turib, bu davlat tilini bilmayman degan nima degan gap? Bir nomusmi emasmi? Albatta bir nomus. Shu o'zimiz o'rganadiganlar bo'lsak, cho'qim azroq bo'lsa-mu o'rganishimiz kerak. Endi sen hargizlikqa men o'rganmabdikanman, o'qimabdikanman deb pushmon qilib tuyma. Hech qisi yo'q. Ammo o'rganishni rad qilish eng qo'rqinchli. O'rganishni rad qilma. Mening nazarimda o'rganishni rad qilgan odam eng bechora odam. Ama o'rganishning muhimligini tushunibsa, men eng muhim nuqta. Sanlar bir turib 23 yosh deganda kichiklar ballig'i o'tib bu. Shuni to'xtamay o'rganishing kerak. Sen o'ylagandek unchalarmi qiyin narsa emasmi bu? Yo'lni to'g'ri yo'lni tepasang bo'ldi. O'rgangan sira unum ko'rildi. Unum ko'rilgan sira yuzang bo'lgan ishonch, futuq tuyg'usi paydo bo'ldi. Taqdim tirsa, shular futuq qazim ketaversa. Men o'zimning kitobidan sana birini hadiya qilaman, til o'rganish usul to'g'risida yozilgan kitob. Endi men programmada yenib qanday savollaringiz bo'lsa, til o'rganishga nisbatan mendan har vaqt so'rasam bo'ldi. Ammo rastlan muhim. Bu davlatimizdan chiqetdingmi, butun dunyoga qarab baqa, men jungolik deysa, jungolik degandan keyin mening ismimni qanday yozdi dedi. Yezib bersan xo'shlab ketadi. Yomon qiziqdi deyim chetliklar davlat tilini o'rganishga. Bu davlat tili amaliyotda bir san'atda har bir xatda bir san'atda qaraydi. Biz buni xat deb qaraymiz-ku, bu xat emas, bir san'at bu.
Hech qanday bir tildikimda o yezib qo'ygan bir narsani tam basmaymiz. Faqat biz davlat tilida qilmasimiz butun dunyoda. 5000 yillik Jungho madaniyatining javhirida. Javhiri. Haqiqatan shunda. Chunki biz bu yerdan chiqdikmi dunyoga, biz davlatimizga vakillik qilamiz. Shu qilishimiz kerak. Bu eng tuven darajalik biz qilish tegishlik ish endi bu. Baraya qarsam, seninki ba'zi jirolarning tozi kelmaydiki, hech qisi yo'q. Og'zingni yo'g'o och, qancha yo'g'asan shuncha yaxshi. Mishad 52 parcha muskul bor. İnsanlar 52 parça muskulni işletish orqali odamlar tushunadigan ovozlarni chiqardi. Ay Nur Mehmet ma'lum, men shunday bir narsa o'ylab qoldim. Hozir siz til o'rganish to'g'risida bek yaxshi usullarni so'zlayapsiz-ku. Tajribangiz mo'lkan deb o'ylab qoldim. Shunga mushfikamni sizga bir topshirib boqqim kelyapti. Bo'ldi. Veshinni ayrim qaytib oldim. Men chiribli xomba bor. Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Endi yaxshi ustozning birini tip oldingiz ukam. Qağa akıllarınızdan anlap bakaylı ya. Biz ügünüş doğrusunu paranlaştık. Ügünüş doğrusunu boğaşqa hemmeylen talıştırıp söz kılgız kevatıdı. Çünkü ügünüş bek köngüllik işçi. Bu hem ömürlük iş. Hem bek kımmetlik iş. Ügünüş arkalık özümüzün beyitimiz, turmuşumuzun beyitimiz, özümüzün terakki kıldırımız, devlet dilini çokum ügünüşümüz gerek. O diyen çokum. Şartsız. Onundan başka bilimlerini toxtumay öğrenişimiz gerek. Ben yani bir qancha yıldan keyin Muxtar enimizning bilim seviyesinin, sapasının, nurgun taraflardaki şu haltının texmi yuqori ko'tarilgan bir holatini ko'rishni xohlayman. Çoxum tirishimiz qama. Bir necha yildan keyin "Oy, Muxtar Recep cho'ng o'zgarish bo'lib ketdi" deb qolaylik. Qanday? Changja guroyi. Yaxshi bu Muxtarjon. Yaxshi aka. Endi ben Muxtarjonniki bu videosini ko'rgandan keyin baya bu inimiz naiti içmeyeceğiz, kemsizken sen şundaqmi? Ma ahvolda turib o'zingga jangilan qilgandek bir ish bu programmaga chiqqaningda sen o'zingdan olqib o'talaydigansan sen. Nima ish degan chaqda men boshladim burun. Men birasi sinada 20-23 yoshga kelgan vaqtimda biraz qattiqroq gapqisma, gap qaytarolmay yig'lab ketdim men. Asma gap. Lekin menda bu Changja guruhining liderasi ekan tushumi? Yig'lab bitirgan. Menda boshqa bir ruh bor lekin men o'zimdan olqib o'talaydim. Har qanday ishni qilay desam tavakkul qilalaydim. Senda men suyunga yerim, o'zingga tavakkul qilib shu programmaga chiqibsan sen hozir. Nurg'un odamlar bor. Sen o'zing xalab chiqibsan, nurg'un odamlar shu programmaga chiqib, hamda arzularingiz bo'lsa amalga oshiring desak, ya jiddiylashiman o bu deb chiqolmasligi mumkin nurg'un odamlar. Chiqib qilamasligi mumkin, na'dir. Gapni cho'ng qilib yurgan odamlar bor. Senda ashta bir nima borki o'zingdan olqib o'talaydigan. Men videoni ko'rgandan keyin bu inimizning cho'ng bir orzusi va kelgusida g'oyasi cho'ng deb o'ylagan. Balki bu cho'ng g'oyangni bu yerda demagan bo'lishi mumkin. Başan adam kesib to'g'riliq so'ragan vaqtida sen o'zimizga tushliq bir o'zimizningki turmushni qamdisak degandek yaqilding. O, xato gap. G'oya kichik bo'lmasin, qat'iy cho'ngni orzu qilsang bo'ldi. Çoğunu, ben küçük vaktimde nurgun neslini arzu qilgan vaqtimda, hamda aloqalarim tuqqala sarangan bu deydi, lekin shuni yetib uni o'tib ketib oldik biz. Arzu qilgandek jur'atinglan bulab qolsa, uningdan eshibroq yetalaysan sen, yo. Endi bunda qilayli. Nur Mehmet muallim kitobdan birini so'q qildi, haqsiz, ya uningga muhim bo'ladim de. Nur Mehmet muallim kitobdan birini so'q qildi, andiki veshinni qilib tiluginish to'g'riliq. Yardımlar olsa qildigan bo'ldi. Agar seninki shu davlat tilini yana ilgirlab texmi o'rganadigan orzuying bulab qolsa, biz sana shu kurslarda o'qiydigan sharoitni biz haqsiz ta'minlab beramiz sana. Nima ish degan chaqda til degan bu boylik. Bularni davlat tili bek muhim hozir. Buni partiya hukumatning aytdi, ko'ngil bilayotdi. Sening yaningda 100 ming qo'y puling bo'lsa, buni xajlab tugitib ziyon tortib ketishini tugak qilish mumkin. Bilim bo'lsa, buni tugmaydigan boylik bu. Ne qilasan? Hech ketmaydigan. Shu. Shunga sana shu jihatda biz yordam qilaylik. Rahmat, nima bir chinroq demay. Qani e'tibor to'g'risi so'zlar. Muxtarjon, mening sizga mana bir gapni qilgim kelyapti, qaramkam. Men ham ashdaq o'ylayman, ham ishinaman. Bugundan tortib sizning hayotingizda yangi bir burilish nuqtasi bo'ldi. Nima ish qilganda men beshimda o'tgan mana bir ishni so'zlab beray. Balkim azroq o'xshab qolishi mumkin. Men to'liq o'tirdim 3-yillik o'qiyotgan vaqtimda meniki biologiya muallimim bilan men azroq gap takalishib qoldim. Takalishib qolgandan keyin men sinf boshlig'i edim.
Şunun bilan bir qillaylik o'zimizcha bir g'ururim qilib ketdim-da men buni. Ey, muallim menga jab qattiq tegdi deb. Shuningdek nima ish qildim desa, muallimdan men qisas elishga boshladim. Qanday qisas oldim? Uning darsini anglamadim. Men uning darsiga qatnashmayman yoki darsda o'tirsam uchun darsni anglamayman. Men o'sha qilib desa, o'zimcha men buni desa, men muallimimdan men 3-ni ilyapman-da, 3-ni ilyapman. Shuning bilan oliy maktab imtihon natijasi chiqdi. Sinfdagi normal bolalar biologiya imtihonimiz desa 40-50 nomer normal oldi. Men 9 nomer olgan. Axir ziyonni o'zingiz tatdingiz degan gapda. Oliy maktab imtihonidan chiqqan natijam chiqqandan keyin shuning bilan men muallimimni izladim. Biologiya muallimini shu vaqt izladim. Ziyonni tatib bo'lgandan keyin izlab muallim qapamang, men xato qilibman dedim. Lekin dal mushkundan boshlab desa, mening o'rganish yoki mening bir hayotimda bir burilish nuqtasi shakllandi. Agar burilish nuqtasi deb qarasa, men ash kunni eslayman. Nemishqa deganda biz hammamiz desa o'zimizning ba'zi bir xatoligi yo savalligining bir oqlug'uchisi bo'lib olamiz. Aniga bana qilib, maniga bana qilib. Lekin biz o'zimizning ma'lum bir o'tkazib qo'ygan savalligi yoki xatoligini bir oldirmay o'ltirib, o'zimizga haqiqiy samimiy holatda men cho'qim mandaq yani xato qilib qoldim. Ham men mushni o'zgartmasam qat'iy bo'lmaydi ekan degan ash daqiqa, ash sekund desa, bizning hayotimizninki bir burilish nuqtasi bo'lib qoladi. Bu samimiylik degan desa, odam eng avval o'ziga bo'lgan samimiylikdan boshlanadi. Hamda ikkinchidan qilib aytganda desa, sizning jasoratingiz. Bu jasorat degan desa, albatta buni o'rganish jarayoni qiyinchilikqa boshi nim qilmaganingiz yoki endi bu cho'ng jafo emas-ku. Bir til o'rganish bek cho'ng jafo emas, bu izchillik bo'lsa nim qilsa bo'ldi. Qaysi jasoratingiz deganda, nurg'un kishilar desa o'zining muvaffaqiyatini iftixor bilan so'zlaydi. Lekin o'zining haqiqiy xatoligini desa, o'ziga deyish samimiyat. Boshqalarga oshkora so'rinda deb turib, boshqalarga o'zining xatoligi orqali bir ibrat berish desa, bu jasorat. O'sha jasoratingizdan men haqiqatan nayt so'yindim. Endi o'ylaymanki, bugun balkim sizning bir hayotingizning burilish nuqtasi bo'lib qoladi. Rahmat. Davom etsang. Rahmat. İdeya korxona maslahatchiligi. Mening mashta bir yuksak orzuim borda, shuning qiziqib men hozir siz o'qiyolmadim deyapsiz-ku. Men shu o'tirib hisoblab baqdim hozircha. Men o'qiyolmadim emas, o'qimabdi, o'qimadim deyapsiz-ku. Hamma hisoblab baqsam, boshlang'ich kirgandan tortib toki oliy maktab bitgacha 20 yil o'qibdim men. 20 yil. Boshlang'ichni 6 yil o'qiymiz, shundaqmi? To'liqsiz bilan to'liq o'tirni 6 yil o'qiymiz. Siz magistr aspirantmi? Ha, aspirantlikda o'qigan. Ha. O'qigan, tig'i, darajasi tig'i yetmadi. Shuni bilan mana 20 yil o'qibdim. Endi mush balniki bir menga ibrat bo'lib qolsin deb boshqalarga da'vatgan so'zdan bizning o'yining bir misolini keltirgim kelyapti-chi. Biz 7 bolachi. Mening eng kichik inim o'qimagan. Men oliy maktabning 2-yilligini o'qiyotgan chog'da bu mishaga yenib chiqqanchi. Kasb qilgan sizga o'xshash. O oshpazlik kasb qildi. Men davomli o'zimni shu yenim turg'izib, uni ash kasb o'rgatganchi. Kasb o'rgatish jarayonida o shunda eng oxirida u model sizga o'xshashdi. Yuqori o'rlab o'rganish uchun shu kasbni deb turib olgandan keyin men bu shunda bir o'ringa olgandan keyin uning nimdavatqinni, qaysi narsani atavatganligini bilamay, andan keyin o kasbdan shu kaga yeri to'xtab qoldi hozirchi. Hozir 30 necha yosh kirdi. Kasbni texi yuqoriga o'ltamadi-chi. Men program ko'rgan kashta his qildim. Sizning hikoyangizni berib, eng avval men o'zim inisiq deb bersam bo'g'dak. Andan keyin ota-onalar deydiganim, nurg'un ota-onalar hozirgi iqtisodiy kalla bilan o'sha o'qib oliy maktab bitirib yoki bo'lsa o'qib bo'lib xizmat o'rniga chiqqandan ko'ra bir kasbni o'rgatsak darhol pul ko'rdi ekan, pulga erishgandan keyin oilasini yo o'zini yaxshi baqolasi bo'ldi deydigan bir ideyadik ota-onalar borchu. Nurg'unlarning ichida shunday ota-onalardan chiqib qoladi. Hamda Shamsiya baytin dedim, sapa to'g'risichu. Gaqilib ketib gapning orasidan safani gapi ep qoldi. O'qish bir xil odamda sapa yetildiradigan bir xil dunyo qarash yetildiradigan bir xil narsa ekanchu. Yuqori o'rlagancha kishilarda shunda bir tuyg'u, shunda bir hissiyot paydo bo'ldi ekanchu. Shuna ota-onalar deydiganim, ota-onalarga o'qib oliy maktab bitgandan keyin kasb o'rgansimi kechikmaydiganligini.
texim kasbni texim yaxshi egallaydiganligini his qilgan deb o'ylab qoldim. Baytdan ustozlar, korxonchilar, yigitlarimiz dedi o'znikini sizga yordam beradiganlar-chi. Agar siz mushularning o'tganlarini o'tib, kasbingizni teximi yuqorilab o'rganma desangiz, ideya shirkati sizniki bundan keyin kasb o'rganishingizga butun kuch bilan yordam qildi. Tarjan yaxshimi? Yaxshimi aka. Men bir amaliy gap qilay, jiq gap qilmay. Boyatim mavo Nurmat muallim sizga kitob sovg'a qilaydiri, til o'rganishdiki. Andan mavo Mehmet Usul lider bo'lsa, chonja ko'raydiki. Sizning mavo kursda o'qishingizga yordam qilgan bo'ldi, yaxsiz. Anda uningda boshqa qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, biz bog'da guruhi, bizning boshqa ishlaringizda va past tushgandan keyin bizni izlatsangiz, qarashingizga men yordam qila olaman. Ko'pchilikning g'imi albatta boshlamchining mas'uliyati. Shu yuksak mas'uliyatning turtkisida o'zimga qattiq talab qo'yaman. Gayning u bizning orzuimiz. Gayning u bizning mas'uliyatimiz. Sap ochliq va organik mahsulotlarning javhirini o'zimizning irodamiz bilan yug'urgan gayning markasidagi kollejligi kollagenlik peptidi yuqori fan texnika bilan ishkir o'lkalardagi nopozliq ishlab chiqarish sexlarida borliq kelgan hamda Changjo guruhidagilarning yuksak tirishchanlik asosida vujudga chiqqan kozur mahsulotimiz bo'lib, mamlakatimizdagi iste'molchilarning qo'liga yetib berishgacha va vakolatchilarning ishonchiga erishgicha bo'lgan tirishchanligimizning mahsuli bo'ldi. Gayning u tush emas. Sağlamlıqı intilgüçilərə qılğan ən yaxşı sovğamızdır. Gayning kalıcılığı kollagenlik peptidi. Siz kelgusi nihoyatda parlaq bo'lgan hambahirlama to'kdan turini tushunamsiz? Hozir e'tibor go'royimiz tarmog'idagi e'tibor hambahirlama to'kdan turimizga vakolatchi bo'lganlarga 100% foydasi to'liq ayrildi. Eng biz bo'lganda 4 oydan 6 oygacha solgan mablag'imiz qaytib kelib, necha yilgacha foydasidan bahramlanasiz. Her bir nay şehirden birdinli hamkorlashib qabul qilindi. Faqat 20 ming yuan bilanla rayon vakolatchiligini boshlay E'tibor hambahirlama to'kdan hammaga qo'laydi. Vakolatchilarga istiqbolli sud fursati ato qilinadi. Natija qozonish pek muhim, ammo kayfiyat undan muhim. Yaxshi bir yetakchi oldi bilan o'zini qadrlash kerak. Gayning kaliyiligi qo'llaylik peptidi meni go'zal natijaga qaratdi. Shuning bilan birga meni ishonchga boshildi. Men o'zim tanlagan yo'lda yetakchiman. Eng yaxshi kayfiyat bilan natijaga erishiman. Menga agashgan har bir yurakka mas'ul bo'laman. Men va'damga amal qilaman. Chunki tunji qadamim gayning bilan boshlandi. Gayning kaliyiligi qo'llaganlik peptidi. Bizning bir maxfiyatligimiz bor. Ruhimizda, harakatimizda bizga doim hamroh bo'lgan, xushalligimizga asos solgan. Ota-onalaringizning siz uchun tatgan jafolarga, shundaqla ularning xushalligiga atig'udek va arzudek bo'lish uchun gayning kaliyiligi qo'llaganlik peptidini doimlik sovg'at qilib sizlarga tayyorladik. Ularning ruhi ustun bo'lsin, hamda uni o'ziga hamroh qilsin. Har kiti chaqqan bo'lsin. Har doim yenidan ayrimsin. Bu maxfiyatli gayning kaliyiligi qo'llaganlik peptid. Gayni eng yaxshi kishilaringizga nima bersangiz arziydi. Damlash oson ham qulaylik, hammaga bop. Baysuy muskul peptid. Qadrdonlaringiz baysuy bilan ruhlatsin. Chunki ularning ustida qarzingiz bor. Oilangizdagilar uni yenidan ayirmasin, chunki uningda mehr bor. Men uchun muhim bo'lgan har bir aylanning xushalligini men tanlagan baysuy muskul peptiddan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizga tavsiyam baysuy muskul peptid. Changjo guruhi mashinsozlar o'yinlik, qurilish binokorlik, oliy mehmonxona ichish, sayohat rayoni ichish, yemak-ichmak ishlab chiqarish qatorliq 5 cho'ng tur bo'yicha taraqqiy qilgan guruh bo'lib, go'zal hayot programmasi orqali salomini yo'lladi. Changjo guruhi mohirlarga omad tilaydi. Lekin bundan keyin mushu o'zingizning akınızdek, muş akıllarınızdan maslahat so'rasangiz, ondan keyin o'rganish to'g'risidagi ilhom madadlarni talab qilsangiz, tajribalarni talab qilsangiz tamamen bo'ldi ukam. Hammalar holatda men kapolatlik bera olaman. Undan so'ng baya Almira qisqa filmda dedi, sahnaga chiqqandan keyin yana bir yatlab berishingiz bor dedingiz-ku ukam. Undan so'ng bizning yigitlarimiz lirik muzikani chapasa, siz şu yatlab tamamlagan she'rni bizga yana bir yatlab beramsiz? Ma'qul. Aytdingiz bormi? Baba. Gay 没一条河，没一座山，取一个温暖的名字。陌生人，我因为你祝福，愿你有一个灿烂的前景，愿你
愿你有情人终成眷属，愿你在今生获得幸福。我只愿年轻好的大海我只愿面朝大海。我们认识你，欢迎你，欢迎你，真是一个惊喜呀！谢谢。我们刚才在那个屏幕上看到你了。哦，我特别喜欢宁夏老师。谢谢你，谢谢你。舞台留给你们啦。好的，来吧，小江。好的，好的。第一句话还记得是什么？我的第一句话还记得是什么？给每一条河，预备走。给每一条河，每一座山，取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程，愿你在今生获得幸福。谢谢大家。来，谢谢。我觉得你们现在已经从陌生人成为了朋友，对不对？对，我们在这个过程当中，虽然其实我跟小江，可能您还不知道，有些老师也不知道，我在这个过程当中，我只在咖啡馆的时候给他讲课，剩下的时间呢，他要自己练习，因为这对于他来说是一个挑战。然后我们中间虽然接触的时间都在咖啡馆，但是呢，我觉得在这个中间我们有很多的很复杂的感情在这个里边。就是当小江那天找到我的时候，我突然间就是被他的那一份怎么说诚恳所打动，那份真诚。我突然间觉得哇，原来我可以就是通过我学的这个专业去帮助到别人。我特别开心被小江需要，然后在盛夏相处的过程当中，不光我们探讨关于这首诗的学习，那在这个同时，我们也私底下了解了彼此。对，我后来知道小江是做剪头发理发的。今天上台之前，小江，我这个发型就是小江帮。是吧？真好，好看，好看，好看。我们应该怎么称呼你呀？我姓谢，叫我小谢就可以，可以叫我佳佳都可以。小谢。小帅哥。我听你声音好好听。哦，对，就是因为我是学播音主持的。哎呦，师弟嘛。夏老师，对对对。真好听，声音真，找对人了，他真是。特别巧，那天找过来，我就说，这个我刚好拿手，我就。对呀。我就接下来这个小的邀请。尤其是刚才你们两个人在舞台上一起朗诵的时候，我真的有一种那鸡皮疙瘩就出来了，真的特别特别感动，真的是激动。小江在台上遇到困难的时候，其实我在台底下，本来我不应该出来，但我没有忍住。你就跑出来了是吧？不是导演叫你出来的。不是我没有忍住。就跑出来了，太可爱了。跟着小江一起去完成这个节目。太好了，真的是你今天他的圆梦，就是梦想已经实现了。然后呢，你在这个圆梦的过程中，帮他点了一个圆满的句号，真的是非常棒，太好了。你除了就是帮助他完成这个任务以外呢，我觉得你刚才听了你说了那么多，你们之间已经有了一个很深厚的感情，已经成了朋友。那你们打算以后也是像朋友，像哥们儿一样，做个最好的亲戚，最好的朋友吧？应该有这个打算吧？是有的。我其实觉得在这个节目之后，这首诗还没有画上句号，它仅仅只是一个怎么说呢？它仅仅只是一个顿号。因为我觉得我跟小江在节目之后还会有更多的故事去书写，然后也希望能够通过我的一些努力，让小江拥有他自己的美好人生。真好，说的太好了。
Endi hozir mushu sizningki o'tgandan o'tishingiz uchun yordam qilgan Xiaoxiga deydigan ko'ngil so'zingiz bormi? Bor. Qani Davidga. Men Uyg'urchada hamda hozircha bo'ldi. Bu endi do'stim, endi yangi tanishgan bilan bu do'stim. Menga ko'p yordam qildi. 他帮助了我不少。 Kimga desak hamda yordam qilishni aytdi, lekin bu bir qatim desam yoqtirmay turib, yetti kun vaqtini chiqarib turib, hamda men vaqtini ajratdi. 第一次跟他说他就同意了，然后抽了7天的时间陪我学习，他说特别感动。Xo'sh bo'ldimi bu do'stim bilan hamda Programımızın xas namını alğan Changzhe guruhiga, programımızı alayda talab qilgan Xinjiang Shulobao şirketiga, programımızga alayda hamkorlashgan E'tibor Tor Soda shaharchisiga, shundaqla programımızı alayda tavsiya qilgan Xinjiang Bug'da guruhi va Xinjiang Erqovul yemak-ichmak zavodiga alayda rahmat aytamiz. Hayat tolumu güzel. Hayatımızı rangdar qilgan xurslarni aytib ko'p. Ügüniş, tirishchanlik, inoq ittifoqlik bilan hayot texmi go'zal. Kelarsan programmamizga kirishaylik. Xayr xo'sh. Yolg'iz qush taji qanot, tomcha suvda ming hayot. Yolg'iz qush taji qanot, tomcha suvda ming hayot. Har bir odam bir dunyo, armoni bor. Bihisab har bir odam bir dunyo armoni bor bihisab armon go'zaldir go'zal davron go'zal boyashar umid ishashtar bilan go'zal hayot gul hayot armon go'zaldir güzel bayashar ümit işeşter bilen güzel hayat gül hayat. Güzel Hayat programması